Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede size gacırız, Washington'dan sözleyimiz. Leksiyemiz başlaştan evvel bir işe kız gep kalaylı. Yakında Amerikalı bir jigit van biri Çavuşan'ın türmesinden koyup verildi. Koyup verilip 3 gün, 4 gün ötmeyle Amerika'da üyde ata anasının aldıda kaza kıldı. Demek Çavuşan bu jigitni 22 yaşlık bala törmede oyuna urup kıynagan ve başkasılar bilen kıynagan boluşu mümkün. Amerika halkıga ötküzüp verildi. Amerika halkı kanda oylunu çeksiz gazaplandı. Mesela Prezident Trump ifade bildirdi. John McCain napozdok devlet meclisinin napozdok erbabı John McCain ifade bildirdi. Bu bir vahşilik. İnsaniyet kalbinden çıkan bir vahşilik. Biz bunu ayıplaymiz, qattiq ayıplaymiz. Bugün evvel söz deydiğin sözümüz şu. Endilikdeki hazırkı vaziyetten söz alsak bugün Çarşamba günü de Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet mahkemesi deşki devlet Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümeti bilen Amerika Qo'shma Shtatları hükümeti o'ttirisida söhbet ketibatıdır. Yani fikir almashtirish ketibatıdır. Söhbet degan muayyan temini kötürüp çıkıp şu temi o'ttirisi sözleşiş buluvatıdır. Bo'lishi kerak. Lekin bunday shakldagi söhbet emas. Biroq har ikki taraf masala to'g'risida o'zining ko'z qarashini, o'zining maydonini, siyosat fikri maydonini shariylash bilan bo'lyapti. Bugun Washingtonda ochildi. Dal o yig'in shuningga munosabatlik va uning oldi keyindagi vaziyat va xabarlardan vatandaşlarına xabar qilish niyetimiz bilan bugungi leksiyamizni boshlaymiz. Hurmatli vatandoshlar, bugungi leksiyaning birinchisi bu mavzu mundaq. Bugun Yaponiya matbuotlari Jungo Çavuşan urushi balki Amerika Çavuşan urushidan avval boshlanadi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 6 ayning 19 kuni Dobitor betida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Tokyo xabarlari Jungo dengiz okean kengaymichiligini o'zliksiz kuchaytiryapti. Mavzuliq obzorda mundaq ko'rsat. Xalqaro jamiyat dal hozir Jungoning shiddatli dengiz okean kengaymichilik siyosatini tanqid qilishni kuchaytdi. Gerçi Jungo hiylegarlik bilan harbiylaştirishga munosabatsiz deb o'zini oqlasimi, xalqaro jamiyatga pisand qilmay o'z oldiga mundaq tashabbus qilishning qonunliqligi dal hozir Burayinning muqimligiga ziyon selayotidir. Talash tortishni davr qilgan holda xalqaro qonunlar, nizomnomalarga amal qilib, masalani tinch yo'l bilan hal qilish kerak. Jungo o'zamchilik bilan o'ttirg'i chiqargan tashabbusni chekindirib, sun'iy orollarni aslahalashtirishni to'xtatib, atrofdagi davlat bilan orani ochiq qilib suhbatlashish kerak. Ikkinchi xabar Post Steven. Jungo Çavuşan Amerikadan qolsalar harbiy tahdiddir dedi. Jungo Çavuşan Amerikadan qolsalar harbiy tahdiddir dedi. Mavzuli maqola e'lon qilib, maqolaning harbiy orilishni chetga qoqqili bo'lmaydi degan qismida mundaq ko'rsat. Çavuşan Amerikadan qolsalar ikkinchi darajalik faraz qilingan dushman. Jungo uchun Koreya Çavuşan yerim orilni birlikka keltirib, Jungoga texnik foydali bo'lishi mumkin. Jungo Çavuşanni tanqid qilishni o'zliksiz kuchaytiryapti. Qon bilan qo'pirilgan do'stlik mavjud bo'lmay qoldi. Masalan, Jungo bilan Çavuşan o'rtasida qon bilan yo'g'rilgan do'stlik mavjud bo'lmay qoldi. Mushundaq ketaveradigan bo'lsa, Jungo Çavuşan urushi balkim Amerika Çavuşan urushidan burun portlashi mumkin. Xabarning uchinchisi qisqa xabarlar. Bugungi mavzudagi leksiyamizni qisqa xabarlar bilan ta'minladik. Çavuşan ayol diplomat avatib Amerika bilan maxfiy suhbat o'tkazdi. Bevosita Kim Jong-unga doklad qildi. Mavzuli xabar 6 ayning 19 kuni Dobitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi.
Amerika matbuotlari oshkorlab mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir yil Çavuşan izchil bir nafar ayol diplomat avatib, tunji yadro suhbati vakillar umiga tashkillab, Amerika diplomatlari bilan maxfiy suhbatga o'ltirdi. Balki bu diplomat ayol suhbat xotirasini bevosita Kim Jong-unga dokalat qilishi mumkin. Wol ko'chisi gazeti 6-oyning 18-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir yilda Amerika diplomatlari Pyongyangda va Yevropada Çavuşanning bir nafar yadro suhbatiga tunji tashkillangan ayol diplomati bilan bir necha qatam maxfiy suhbat o'tkazdi. Suhbat Çavuşan qo'lga olingan, go'ragi elingan amerikaliklarni turmadan qo'yib berishga chetildi. Biz yuqorida boshda dedik, 22 yoshlik bolami dalmi suhbat temasdan muhim mazmun edi. Hatto Çavuşanning yadro planini, raketa planini cheklash jihatda diplomatik yo'llarni echkicha berib chetildi. Amerika Çavuşan suhbati maxfiy elib berilgan suhbat so'zlashdan masalan yadrosizlashtirish va raketa sinaq qilishni to'xtatish qilib berib chetilganligimi boshqatimqi maxfiy suhbatdan bir tarafi edi. Shu suhbatning natijasi sifatida 11 Çavuşan turmasidan qo'yib berilgan edi. Oxiri Çavuşan yuqorqidagi fojia, ya'ni qaytib kelib Amerikada vafot bo'ladigan 11-ni vafot bo'lgan shunday fojiani tashkil